ibn Abdulazizdan rivoyat qilinadi. Soliha ayol Havla binti Hakim aytadi: Nabiy sollallohu alayhi vasallam qizlarning o'g'illaridan birini quchoqlarida olib chiqdilar va sizlar odamni baxil qilasizlar, qo'rqoq qilasizlar, johil qilasizlar. Sizlar Allohning rayhonlaridirsiz, deydilar. Havla binti Hakim roziyallohu anha Nabiy sollallohu alayhi vasallamni ko'rgan ekanlar. Nabiyimiz alayhisolatu vasallam qizlari Fotimay Zahroning o'g'illaridan birini, yo Imom Hasanni, yo Imom Husaynni quchoqlariga olib kelayotib, sizlar odamni baxil qilasizlar, qo'rqoq qilasizlar, johil qilasizlar. Sizlar Allohning rayhonlaridirsiz, degan ekanlar. Buning izohi shuki, inson farzandi uchun qo'rqoq bo'ladi, o'zi uchun qo'rqmaydi. Menga bir narsa bo'lib qolsa, bolamga nima bo'ladi, deb qo'rqishi aniq. Yana bolamga bo'lsin, bolamga qolsin, degan ma'no uni baxillikka ham olib keladi. Ba'zi bir holatlarda insonning farzandiga bo'lgan muhabbati, bolamga bo'lsin, degan tushuncha uni johillikka ham olib keladi. Lekin shu bilan birga farzand Alloh taolo bergan bir rayhondir. Ota-ona bolasidan xuddi rayhonni hidlab xushnud bo'lgandiki xushnud bo'ladi. Alloh taoloning o'zi har bir bandasini yaratganida unga qo'shib farzand muhabbatini ham yaratadi. Shuning uchun ham har bir insonda farzandga nisbatan tabiiy muhabbat bo'ladi. Agar farzandiga muhabbati yo'q inson zoti bor bo'lsa, u sof tabiati buzilgan nusxa bo'ladi.